Allohimga behisob hamd sano va shukronalarim bo'lsin. Rasuli Muhammad sallallohu alayhi vasallamga salovat durudlarim bo'lsin. Alloh bizlarni shuna bir chiroyli yaratib, mana shunday bir o'zini va rasulini go'zal mehmonlarga xizmat qilishlik sharafini beribdi. Albatta bu sharafni berishlik bilan birgalikda eng aziz mehmonlariga xizmat qilishlikka quvvatlantirdi. Alhamdulillah. Albatta bugun mana 7-iyul kuni kelgan mana hoji onalarimiz bilan Ravza-i Muborakka inshaalloh kirishlikda harakatida alhamdulillah harakatlanib ketyapmiz. Mana Xudo xolasa Ravzaga kirishadi azizlar. Kunduzi hojatlarimiz bilan birgalikda kirib chiqdik. Duolarni albatta sizlarga yetkazdirdik inshaalloh. Allohim yana bir bor onalarimizdan duo olishlikni vaqtiga muyassar qilsin inshaalloh. Mana hammalari ketishyapti.